Yangi mavzumiz modal fe'llarga oid. Modal fe'llar demak, ular harakatni anglatuvchi fe'llar bo'lib, ular demak zamon fe'llaridan biroz farqlarga egadir. Xo'sh, modal fe'llar o'zi doimo orqasidan fe'lning birinchi shakli bilan ishlatiladi. Ularga may, can, could, must kabi modal fe'llar kiradi va ular demak aytganimdek fe'lning birinchi shakli bilan kelganda, masalan, can do, could do, must do shakllarida kelar ekan. Va modal fe'llar demak o'zidan keyingi fe'lning birinchi shakli o'tgan zamon holatiga kelganda ham, kelasi zamon shakliga kirganda ham o'zidan keyingi fe'llar hech qachon o'tgan zamon shakliga o'tmaydi. Masalan, deylik, can modal fe'li qila olmoq ma'nosini bersa, uning o'tgan zamon shakli could shaklida keladi. Ya'ni can do bo'lgan shakl o'tgan zamonda could do shakliga kiradi. Ya'ni fe'l birga tegilmaymiz, qanday bor shunday shaklda ishlatamiz, faqat modal fe'lning o'zi o'zgarar ekan. Xo'sh, va demakki modal fe'llarning darak gap, inkor gap, so'roq gap shakllari qanday bo'ladi? Kelinglar, modal fe'llar misollarini bir-bir ko'rib chiqsak. Birinchi modal fe'limiz bu can modal fe'li hisoblanadi. Uning ma'nosi qila olmoq degan shaklda demak tarjima qilinadi. Masalan, I, you, he, she, it, we, you, they olmoshlari va unga tenglashtirilgan otlardan keyin fe'lning birinchi shakli bilan keladi. Masalan, men bora olaman desam, I can go shaklida beraman. Ko'rib turganimizdek, can modal fe'li hozirgi va kelasi zamonni ifodalaydi. Inkor shaklida o'sha olmoshlarimiz I, you, he, she, it, we, you, they olmoshlaridan keyin cannot yoki can deb qisqartiramiz, orqasidan fe'lning birinchi shakli bilan keladi. Masalan, men bora olmayman desam, I cannot go yoki I can't go shaklida beraman. Deylik, agar men yoza olmayman desam qanday bo'ladi? To'g'ri, I can't write degan shaklda aytamiz. So'roq gap shaklida can modal fe'li demak egadan oldinga o'tadi. Ya'ni can, I, you, he, she, it, we, you, they olmoshlaridan keyin fe'lning birinchi shakli keladi. Masalan, men bora olamanmi desam, can I go? Ha, bora olaman desam, yes I can. Yo'q, bora olmayman desam, no I can't, no I cannot degan shaklda keladi. O'zi can modal fe'li nima uchun ishlatiladi deyilsa, bu hozirgi va kelasi zamondagi umumiy qobiliyatni anglatadi. Masalan, biz nimani qila olishimiz haqida gapirsak, qanaqadir qobiliyatlarimiz bo'lsa yo qobiliyatlarimiz bo'lmasa, biz can modal fe'lidan foydalanamiz. Masalan, I can help you with the cleaning. Men senga tozalash bilan yordam bera olaman. Xo'p, va shu bilan birgalikda can modal fe'lining o'tgan zamon shakli haqida gapiradigan bo'lsak, uning o'tgan zamon shakli could orqali hosil qilinadi. Ya'ni formulasi bunday bo'lar ekan: I, you, he, she, it, we, you, they olmoshlaridan keyin could va fe'lning birinchi shakli keladi. Masalan, I could speak degani tarjima qilganimizda o'tgan zamonda men gapira olar edim degan tarjimani beradi. Inkor shaklida I, you, he, she, it, we, you, they olmoshlari va unga tenglashtirilgan otlardan keyin could not yoki couldn't deymiz va fe'lning birinchi shaklidan foydalanamiz. Ya'ni qila olmas edi deb tarjima qilinadi. Masalan, I couldn't run fast degani men tez yugura olmas edim degani. So'roq gap shaklida could egadan oldinga, ya'ni I, you, he, she, it, we, you, theylardan oldinga couldni qo'yib, keyin orqasidan fe'lning birinchi shaklini qo'yamiz.
Masalan, could you speak English in your childhood degani